Barchaga salom do'stlar, men Asalbek va Mr. Asalbek kanaliga xush kelibsizlar. Demak, bugungi videoda sizlar bilan BlueStacks haqida gaplashamiz. BlueStacksni qayerda o'rnatish kerak, qanday o'rnatish kerak va qanaqa to'g'ri sozlamalar qilish kerak, nastroykani qanday to'g'ri sozlash kerak, barchasini ko'rsatib o'taman. Oddiy va tushunarli tilda tushuntirib o'taman. O'zi umuman olganda BlueStacks shunchaki programma, ya'ni telefonning bir gapi nusxasi emas. Ba'zilar aytadi, men telefonni sotib BlueStacks o'rnatib ishlatmoqchiman deydi. Lekin BlueStacks shunchaki o'yinlarni test qilish uchun, qanaqadir programmalar ishlatib ko'rish uchun, telefon zarur bo'lmagan vaqtlarda majburlikda ishlatish uchun oddiygina programma. Uni telefonga almashtirib bo'lmaydi. Bu ma'lumotni aytib o'tishim kerak va shu bundan keyin videoni mana endi boshlasak bo'ladi. Demak, biz boshladik. Demak, biz birinchi Google ga kirib olishimiz kerak. Chrome Yandex qanaqadir brauzerga kirib olishingiz kerak va bu yerga poistga BlueStacks deb yozishimiz kerak. BlueStacks ga kirganimizda, yozganimizda birinchida bizning sayt kelib chiqadi mana. Buni men tashlab qo'yaman videoni opsiyasiga va kirganimizdan so'ng bizda avtomatik mana shunaqa oyna kelib chiqadi. Bu yerdan download BlueStacks ga bosamiz. Va mana o'zi yuklab oldi. Kichkinagina faylni endi ustiga bosamiz buni va bizda sistemaga moslashib olib bu yerdan rozilik va installni so'rayapti. Bosamiz bu yerdan. Siz diskingizda joy bo'lishi kerak. Eng kamida 1 GB joy bo'ladigan bo'lsa, bemalol ishlatishingiz mumkin. Chunki bu taxminan 700 GB, 700 megabaytlardan ozgina oshadi. Agar ichiga o'yin nimadir o'rnatadigan bo'lsangiz, bu hajm yanada kattalashishi mumkin. Hozir men siz diskga ustiga qilyapman bu narsani. Va ozgina kutib turamiz. Mana shunday o'rnatish jarayonlarida iloji boricha kompyuter ekranini o'chmaydigan qilib qo'yish kerak. Agar mabodo o'chiradigan bo'lsa yoki sleep modga tushib qoladigan bo'lsa, ekran o'chib qoladigan bo'lsa, xatolik bo'lib qolishi mumkin va juda kam ehtimol bilan qayta BlueStacks o'rnata olmasligingiz mumkin. Qayta Windows qilmaguncha. Bu juda kam ehtimoli, lekin shunga qarshi chora ko'rib qo'yish kerak. Kompyuter, notebookni o'chirmay turish kerak. Va endi fayllarni, o'zi yuklab olgan fayllarni zipdan ochyapti. Masalan, zip qilib yuklab olgan bo'lsa, zipdan ochib o'ziga kerakli joyga qo'yib oladi bu. Va mana yuklab bo'ldi. Endi o'zi avtomatik kirib boshlayapti bu yerda. Va yana bitta narsani shu yerda aytib o'tishim kerak. Reklamalarni o'chirishni ham hozir ko'rsatib o'taman. Reklama juda ham ko'p BlueStacksda. Mana kirib boshlaganingizda reklama chiqib boshlaydi. Juda ham ko'p o'yinlar bilan hamkorlik qiladi. Mana uning yonida yana reklama. Birinchi o'rinda biz buni sozlamalarga kirib olamiz. Settings nastroykalarga kirib olamiz va ekranni kattalashtirib olsak ancha yaxshi edi. Kattalashtirib va sozlamalarga kirib olamiz. Birinchisida bu telefoning sozlamalari, ya'ni kuchi qanaqa bo'lsin, GPUsi, QPUsi qanaqa bo'lsin deyapti. Maksimal 4 ta. Agar siz notebookingiz o'zi tanlaydi, o'rtacha sozlamalar tanlaydi, o'shandan ko'tara oladi. Hozir meniki masalan 4 ni tanlagan. Bu yaxshi. Va bu yerda ham tiniqlashtirilgan 4, standart 2 bor tiniqlashtirilgan va juda kuchli 8. Bu sizni telefoningizni, ya'ni BlueStacksdagi telefoningizni kuchi bo'ladi. 8 GB operativkasi bo'ladi. Lekin telefondagi BlueStacksdagi telefonlar uchun 4 tam bemalol yetadi. Mana bu esa necha FPS bo'lishi 60 yaxshi. Va bu yerda display portrait rejimida bor va landscape, ya'ni hozirgi menda turgan mana shunaqa 4 burchak rejimida turibdi hozir. Agar bunga qo'yadigan bo'lsak, bu yerdan mana telefon holatiga kelib qoladi. Hozircha menda shu formatda turgan yaxshi, o'zi yaxshi turibdi. Va bu yerda kursorlarni sistemni yoki BlueStacksga moslagan, ya'ni mana sichqonchaning ko'rinishi BlueStacksni o'zini sistemalarga bunaqasi yoki o'zini Windows sistemadagi mishkasi. Menda mana shu yaxshi turibdi. Save qilib qo'yaman buni bosib va grafikga o'tamiz. Bu yerdan hech narsaga tegmaysiz, chunki o'zi rekomendatsiya qo'yib bergan bo'ladi. Mana buni ham sistemangizga moslab qo'yib bergan bo'ladi. Nvidia'ngiz bo'lsa, Nvidia'ga ham qo'yib moslab, masalan, bunda qo'yib bergan. Game settings ga bosasiz, bu yerda hech narsa yo'q. O'zi mana o'yinlar bo'ladigan bo'lsa, keyin o'yinga qarab nastroykalar qo'shilishi mumkin, lekin qo'shilishi juda ham kam. Bu yerda Windows default anaqalar turibdi. O'zi ovoz chiqaradigan, ovoz qabul qiladigan, bunga ham tegib o'tirmaysizlar. Va gamepad. Bu yerda ham hech narsa yo'q. Klaviatura vibratsiyaga bosadigan, ya'ni joystick bo'lsa sizlarda
PlayStation'da pul to'ladigan bo'lsa, o'shandan boshlashingiz mumkin. Va mana bunga kiramiz, yangi qator va bu yerdan hech qaysiga tegmaymiz, faqatgina bitta dona mana bunisini o'chirib qo'yamiz, chunki bu bizga reklamalarga ruxsat berib qo'ygan. Mana bosib disable dan bosamiz va bizga reklamalar endi chiqmaydi. Va telefonga tushamiz. Yo'q, birinchi buni saqlab qo'yishimiz kerak ekan. Saqlashni bosamiz va saqlandi. Endi fonga tushamiz. Bu yerda telefoningiz nomi, qaysi model bo'lishi, Xiaomi 11 Tip Pro bor. Bu yerda menimcha eng kuchlisi S22 Ultra turgan yaxshi, chunki o'zi ham eng kuchlisi turibdi. 22, 23. Xiaomi bilmadim. Shunga tanlaymiz va bu yerda o'zi save bo'lgan. Bu yerda shortcutlar bunga umuman tegish shart emas. Bu yerda esa bazaviy nastroykalar turibdi yana. Bo'ldi. Va bu hammasini saqlab bo'lganimizdan keyin X'ni bosib chiqib ketamiz. Va bizda hammasi tayyor. Nastroykalar hammasi va telefonning o'zining nastroykasiga kirib ko'ramiz hozir. Telefonning o'zining nastroykasida oddiy telefonda turadigan nastroykalar bor. Ya'ni BlueStacks nastroykasi uncha kattaligi juda ham katta emas. Bu yerda sizning telefoningizda juda ham katta joy bo'lishi mumkin. Xohlagansiz joy ajratishingiz mumkin. Notebookning xotirasidan. Orasida 2 terabayt qo'ysangiz agar notebookingiz, kompyuteringiz xotirasi mos keladigan bo'lsa, telefonga xohlagancha joy ajratishingiz mumkin. Menda default o'zi 128 xotira qo'yib qo'ygan bu yerga. Demak, hammasi bo'ldi menimcha. Keyingi videolarda bunga yana qo'shimcha pluginlar o'rnatish, qo'shimcha programmalar o'rnatish, bunga mos yana dasturlar o'rnatish hammasini ko'rib chiqamiz. Mana bu reklamalar esa buni BlueStacks'ni o'zi qo'yib chiqqan, buni o'chirib bo'lmaydi. Lekin mana bu tomondagi o'ng tomonda reklamalar boyda o'chirdik va programmaga kirishda, BlueStacks'ga kirishda chiqargan reklamalarni ham boya o'chirib qo'ydik. Demak, hozircha shular. Tomosha uchun hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.